Assalomu alaykum, hurmatli mani kuzatuvchilarim, hurmatli mani obunachilarim, yaxshimisizlar? Xayrli kech hammalaringizga. Bu video murojaatimni men alohida tayyorlanib, shu sobiq qaynonam, ya'ni biz qaynonamni opa deb murojaat qilganman, opamga. Endi balkim ko'rar bu videoni, balkim ko'rmas. Lekin ko'radi deb umid qilaman. Opa, biz oxirgi marta men opam bilan xayrlashib chiqib ketayotganimda men kechirim so'raganim yo'q, rozilik so'raganim yo'q, uzr so'raganim yo'q. Hammasi uchun meni kechiring. Bergan osh tuzingizga rozi bo'ling. Sizdan umuman yomonlik ko'rmadim. Faqat yaxshilik ko'rdim. Siz yaxshi ona, yaxshi qaynona bo'ldingiz men uchun. Keyin meni aytadigan gapim, biz 5 ta o'g'sin bo'lganmiz, 4 o'g'sin bir uyda yashaganmiz bir paytlar. Meni yangi kelin bo'lib borganimda shu mendan keyingi tushgan o'g'sinlarimga ham men bu Dildorani hammalaringizdan bir pog'ona baland ko'raman degan gaplaringiz. Balki men ketganimdan keyin boshqa o'g'sinlarimga yoki o'sha gapni eshitgan insonlar yuzingizga solayotgandir. Siz Dildorani bir pog'ona baland ko'raman degandingiz. Mana nima qilib ketdi deb. Bu hammasi Allohning buyrug'i, Allohning rejasi asosida ketyapti. Biz faqat rol o'ynab beramiz xolos bu dunyoda. Hammasi taqdir. Xullas, mana qaynonam menga doim o'g'sinlaring bilmasin deb, endi o'ksik bo'lganman, farzand ko'rmadim. Bu bitta minus tomonim. Keyin men turmushga chiqayotgan paytimda dadam yangi o'tib qolgan paytlari bo'lgan, otamni. Keyin biz onam yolg'iz ayol bo'lgan, biz kambag'al bo'lganmiz, kambag'al oddiy oilaning qizi bo'lganman. Shuning uchun o'ksimasin deb meni o'g'sinlarim ichida o'ksitmasdan, mahallada o'ksitmasdan, qo'ni-qo'shni kelinlarini oldida o'ksitmasdan menga chiroyli kiyimlarda olib bergan. Meni hech qaysi kiyimimni onam olib bermagan, o'zim onam. Hammasini shu qaynonam olib berganlar. O'g'sinlarimga bildirmasdan, yashirib, bekitib, endi 4 ta o'g'singa olib berish qiyin. To'g'ri, olib berardilar. Hammamizga bir xilda qilib ko'ylak ham olib bergan paytlari bo'lgan, lekin menga alohida shu oyoq kiyimlar, ko'ylaklar olib berib kiygizganlar, o'ksib qolmasin deb. Sizdan Alloh rozi bo'lsin, sizni yaxshi ko'raman. Dunyo turguncha turing, ilohim. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mendan rozi bo'ling. Yana bir rozilik so'rayman. Agar qachondir balkim ko'risharmiz, balkim ko'rishmasmiz. Ko'rishsak, albatta shu gaplarimni men sizga aytmoqchiman. Shunaqa xullas, men aytib qo'yishni joiz deb bildim. Meni kechiring. Sizni yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonatsiz.